3.400.000 so'mdan oshxona mebel, 6 million so'mga turetskiy akrillar, oshxona shkaflar yoki spalni garnitur shkaflar. Bular narxi necha pul bo'layapti? Qanchaga qilib berishyapti? Dastavkasi bormi, yo'qmi? Hozir mana ustaki Ikrom akadan bilamiz. Keling Ikrom aka. Assalomu alaykum. Xo'p. Ikrom aka, bu Ikrom mebelni o'zi brendlari ham bor ekan, o'zlaringni. Xo'p, YouTube kanallaringiz ham bor. YouTube kanallaringiz nima deysiz? Ikrom mebel. Ikrom mebel YouTube kanali. Biz Ikrom akamiz sexiga ekanmiz, do'stlar. Mana sexda hozir ishlab chiqarishni hozir ko'rsatma qilib beramiz. Xo'p, 3 xil material hozir shu yerda bor ekan, tayyor. Tayyor bor. Ikrom aka, buni nima deydi? Agril deydimi yoki bu aka 6 sloy sepilgan krashinni MDFda tayyorlangan, bemalol mashina kraskada sepilgan, bemalol yuvib, artib ishlasa bo'laveradi. Ishib ketmaydi. Ishib ketmaydi. Mexanizmlari vakuumli vauchli mexanizm 3.400.000 so'mdan arzon mexanizmda. Yaxshi Polshaniki, Turetskiy, GTV mexanizmlarda bor. Undan 3.700.000 so'mdan bir pagonometr tushadi. Xo'p, qaranglar, 3.700.000 so'm deganda bu mana shu yerda mana shu bir pagon, tepa pasti bo'ladi. Balandligi necha bo'ladi? 270. 270 bo'ladi. 3.700.000 so'mdan 3.400.000 3.700.000 270. Agar bo'yi pastroq bo'ladigan bo'lsa, yana ham narxi arzonroq bo'ladi. Endi nimasi bilan farq qiladi deydigan bo'lsalaring, kelinglar, mana operator ko'rsating. Mana o'sha nimani mexanizmlari, bozor standart, arzon mexanizmlar. Endi buni sizlar hozir tushuntirib beraylik. Mana qaysidir bittasi yengil, o'ta yengil, vobshe juda ham yengil. Eng og'iri mana ular og'ir уже orqadagilar. Buni necha pul? Misol uchun mashina o'zi necha puldan necha pulgacha aka buni? Xo'p, aka bular 1.300 so'mdan 20.000 so'm, 25.000 so'mga qadar ketaveradi. Bu eshikka qo'yilgan eshikka qo'yilganimiz qorasi. Bunimiz 11.000 so'm, 10.500 so'm atrofida mexanizm. Ya'ni buni puliga bundan 8 dona beradi. Mana ko'ryapsiz. Bitta ishimiz puliga 8 ishimiz bitadi bu deganimiz aka. Endi aka mana 1.300 so'mlik ham bor, 11.000 so'mlik ham bor. Xizmat qilish qanaqa aka ular? Xizmat puliga yarasha aka. Puliga yarasha. Men nimasiga so'rayotganim do'stlar, meni ham uyimda oshxona bilan bor. Endi kichkina qizchalarim bor. Orada uchib ham turishadi. Mana nimada mexanizmni o'zim almashtirdim. 5 yil almashtirdim aka, to'g'risini aytib, 5 yilda mexanizm ishlamay qo'ydi. Ko'p mash bitta eshikchani olib kelib almashtirdim. O'shunda ham men endi ko'p reklama ichida yurganim uchun aka mexanizm zo'rini qo'yib bering deganimda, bemalol misol uchun 5 yilga zo'ri ham menga aytdi, u o'ta zo'ri o'ta qimmat bo'lib ketdi o'shunda. Akadim javob uncha qimmat ekan dedim, meni cho'ntagim ko'tarmaydi. Chunki bitta eshikka bir nechta, bir 20 ta ketadimi uni bittasiga? Ko'p ketadi, 42 ta ketadi. 42 ta ketadi. Normal summa bo'ladi dedim. O'rta raqamni qo'yavering dedim, o'shuni ham 5 yilmi 6 yil xizmat qildi. To'g'risi. Xo'p, 3.400.000 dan 3.700.000 so'mgacha mexanizmga qarab turib, bag'lari chuqurligi 50 menimcha 50 bo'lsa kerak, yoki 60. 60 chuqurlikda. Xo'p, ichlari polni mexanizm, hammasi vakuum qilingan, tepasi kerak bo'lsa, alohida ham chiqarib beraveramiz. Xo'p, endi bu 3.700.000 so'mning ichida Oybek Qosimov obunachilarga nimani bonus qilib berasiz aka? Xo'p, aka, oddiy moykasi, sushilkasi bonus bo'ladi. Agar Ramazon ichida zakaz qiladigan bo'lsa, 4 metrdan baland bo'lsa, 4 kampurkali gazimiz, 5 metrdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, 5 ta funksiyali smart moykamiz, hozir trend moykamiz bonus qilib beramiz. Mana Ramazon ichi. Ramazon ichi. Zakolat berib qo'ysa, so'chi keyinroq qilib qo'ysa. Bo'laveradi, faqat Ramazon ichi. Javob aka. Bo'ldi. Do'stlar, ayollar, opa-singillarim bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar Ramazon ichi mebel hozir qildirmasalaring ham o'sha kelib o'lchatib pulni zakolatini berib bersalaring, xudo xolasa mana shu vitishga bilan qo'limdan kelganini mana shu sug'urib berin to'g'risi. Xo'p, ya'ni gaz pilta moykasi bonusga qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi aka. Faqat o'sha metr uzunligiga qarab. Metr uzunligiga qarab bo'ladi. Bo'zi necha metr mana shu o'zi? 4 metr aka. Mana shu 4 metr. 4 metr. Xo'p, endi vitishkalar bular endi alohida. Alohida. O'zi vitishka, gaz, keyin kargolar, bitovoy texnikalar alohida kiradi. Lekin Ramazon ichi bonus. Endi qaranglar, buning ichida stolechnitzasi rossiyskiy qalindan bo'layapti. Boshqa rang desalar, boshqa rangini qilib berishadi. Xohlasalar kafelga mos berishadi. Kafeli ichida yopishtirilgan bo'ladi bu ham. Buni navbatda kafel olib tashlaydigan bo'lsa, narx tushadi. Ayriladi. Misol uchun yoki insonlar tayyor bo'lsa ayriladi. Faqat bitta narsa, tavsiyam, oshxona mebel qildiradigan ayollarimiz, opa-singil akalarimiz, uyda remont qilayotganlar iloji boricha kafelni bir xil olganlari yaxshi. Nimaga buni deyotganim? Chunki men o'zim uyimdan praktikamdan kelib chiqyapman. Siz kafelni yopishtirib qo'yasiz. Bular kelib mebelni o'rnatadi. O'rnatgandan keyin mana oraliq joylar bo'l ochiq qolishni boshlaydi.
Chunki xolos xohlamasangiz yo pol tekis olmaydi, yo nimadir tekis Nima olmaydi. tekis bo'lmaydi. U ham mayli ochiq. U ochiq zormonda qolgan mabodo bexosdan tarakan kirib qoladigan bo'lsa, mana shu problemam bo'ladi. Men o'zim uyimdan hisob qilyapman. Meniki alohida yopishtirilgani uchun aka tarakan problemasi bor aka to'g'risi. Har safar nimadir dorilar berib nima qilamiz ular. Xo'p, dastavkasi-chi aka buni? Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul. Vodiydan tashqarida kelishilgan holatda. Kelishilgan holda. Bu oshxona mebeli. Endi aka ikkita nima shkaf deydimi? Ha, shifonerimiz. Yotoqxona shifonerlari. Bu turetskiy shifoner. Bu turetskiy. Xo'p, buni nimasi turetskiy? Akril turetskiy buni? Buni aka laminati turetskiy. Ha, ikki tomonlama laminat. Ikki taraflama laminat. Hop, PF kronka mexanizmlari ham O'sha qimmat mexanizmlar qo'yilibdi. qo'yilgan. Xo'p, buni bu pagonometr sotiladimi, turush sotiladimi? Bu turish sotiladi aka. Ha, tepasi ham zo'r mexanizm. Mana shu turush sotiladi. Turishi Turush sotiladi. 6 million so'm. 6 million so'm. Xo'p, nechiga nechi bu? Hop, 2 ga 230. 2 ga 230, ichkarisi 50 gagina. Ichkarisi 55. Ha, 55 ichkarisi. Xo'p, mabodo kattarog'ini qilib beradigan bo'lsa, u qanaqa hisoblanadi misol uchun? Hop, o'zi bu aslida 2-230 standartimiz. Bu jicha o'zi asl razmeri kattaroq, sababi 3 metrga 230 zakaz asosida qilingan. Ha. Lekin bozor standarti 2 ga 230 bo'ladi. Ha, bozor standarti 2 ga 230. 230 bo'ladi. Xo'p, zo'r. Bunisi-chi? Bunisi yotoqxonaga ham stul, ham parta. Operator bu tomonga o'tib oling, operator o'sha burchakka kirib olasizlar. Endi do'stlar, bu ishxona jicha barda, to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Ishxona. Bitta ko'rsatib qo'ying, bu tomonda. Bu tomonga ko'rsatib Ustaxona qo'ysa yaxshi. do'stlar, bu ustaxona bu tabiiyligi. Aka bor narsa, tabiiy narsa. Ustaxona do'stlar, ustaxonada hamma barda bo'lgani uchun rozi bo'lasizlar shunga. Shuning uchun operatorcha qiynalyapti. Xo'p, bu nima deydi? Bu ham shifoner deydimi? Bu ham shifoner aka. Bu necha metr bu aka bu? Hop, bunisi aka 3.5, balandligi 2.70. 270. Buni mexanizmicha boshqacharoq qo'yilgan ekan, buni. Hop, buniki ham oq qo'yilgan, GTV deb qo'yadi. Ha. Lekin xizmati narigilar bilan bir xil. Xo'p, buni pagonometr sotiladimi, turishimi? Hop, buni pagonometri hisob bo'ladi aka. Pagonometr. 3 million 300 ming so'mdan bir pagonometr. Bitta pagonometr, Bir pagonometr. shu rangda. Boshqa rang bo'ladigan bo'lsa ham qilib beraverasizlar. Ha, ranglar assortimentlari bor. Detskiy qilingan ekan-da bu. Kompyuter Bu yerda student qizimizga qilib berdik. Bu yerda kompyuter stoli bo'ladi, bu yerga kitoblar taxlaydi. Bu tarafda mana kiyimlar, bachoga ham 60 chuqur vishelkalarni endi qo'yib boramiz. Zo'r. Tepaga ham kiyimlar hamma yo'l sig'adi. Endi sezonli kiyimlar tepaga taxlanadi, kam ishlatiladiganlar. Xo'p, bu ustaxona, u kelinglar bitta ko'rsataylik, ustaxona ham bitta ko'rsataylik aka. Ya'ni birinchi qo'l Ikrom akam o'zlari yasaydi, olib sotmaydi do'stlar. Xo'p, bitta nima qilasizlar bu? Bu aka detallarni mana ko'rib qo'yaverasizlar. Yonboshlarni zavодской kronka qilinadi. Hech qaysinisi qo'lda qilinmaydi. Ancha-muncha suv tegsa, nam tegsa, buni eskilar bo'lsa chiqib ketar edi. Hozir bu Turkiya stanoyida olib kelganmiz. Turkiyadan shuni hisobiga rezinka bosiladi. 100% kronka bo'ladi hamma ishlarimiz. Hammasi mana shu stanoyda qilinadi. Mana shu stanoyda qilinadi. Mana shu bolalar shu yerda. Avval bu arrada butun detal qismlarni ajratamiz. Bu yerda PXda kronkadan chiqarib, bu tomonda zubor ishlari bo'ladi. Xo'p, Ikrom aka bitta mebel, misol uchun 5 metrli, o'rtacha 5 metr, 5 metr, 4 metr. Necha kunda tayyor bo'ladi aka? Aka biz o'zi aslida bir sutkada tayyor bo'ladi. Hamma ishlab chiqarish o'zimizda, lekin bir oy davomida qo'yib beramiz, sababi keyingi zakazlarni hisobi bor. Ha, keyingi zakazlar o'sha hisobi bor, o'chirni hisobi bor. Lekin agar krashin MDF bo'lsa, 10 kun atrofida tayyor bo'ladi. Sababi unga 6 sloy kraska sepish kerak. Uni kraska seven to'g'rishasiz. Uni krashiningda sepishadi, quritadi, sepadi. Uni nari stanoyimiz bor, avval roverda o'yiladi. Uni ancha qo'l mehnati ko'p. Shuni hisobiga uni uzoqroq vaqt bo'ladi. Lekin mo akrildan, laminatdan bo'ladigan bo'lsa, mo hozir ko'rgan shifoneringiz ham kechqurun tayyor bo'lgan. Qarang, akril laminatdan qiladigan bo'lsalaring, mebel zakaz qiladigan bo'lsa, u necha kunda tayyor bo'ladi? Hop, bir hafta. Bir haftada tayyor bo'ladi. Necha foiz zakalda berish kerak bundan zakaz qilish? Hop, agar 30% zakalat olamiz. Borib o'lchab berish nimachi dizayn xizmatlari? Hammasi bepul aka. Uni bepul. Bepul. Telefon qilsa borib kelib yoki telefonda 4 metrli oshxonam bor, 5 metr qiladigan bo'lsa, dizaynlar, narxini chiqarib berasiz. 3D modellar hammasi bepul aka. Necha yildan beri ishlaysiz aka? Aka 5-sinfda boshlaganmiz, xudo xolasa. Ancha 20 yilga ko'paygan to'g'rimi? Ha, o'rtada endi ish almashtirdi, lekin shu paytdan beri ish qilib kelamiz.
Biz qilgan paytimizda mana buni ko'rib qo'ysangiz, mana shu oddiy displni shu narsani shu akril holatiga olib kelar edi. Siz boshiga aliplanar edi, kilaylanar edi, ustiga qog'oz yopishib, uni ustidan lak sepib, uni bir sutka quritar edi. Endi hozir ishlar oson bo'lib qoldi. Bu paytda 2 xil, 3 xil svet bo'lardi. Tayyor mana material keladi do'stlar, qirqib ishlatilaveradi. Sanoy apparat bor, apparatga bitta tiqib yuborasan, u tomondan o'shani nima qilib qo'yaveradi. Tayyor bo'lib chiqaveradi. Tayyor bo'lib chiqaradi. Do'stlar, ekranning nomeriga aloqa qilsanglar, Ikrom aka mebel chiroyli qilib shkafsini, shkaf yoki oshxona yoki undan tashqari nima yasaysizlar bu shkafdan tashqari? Xo'p, aka, oshxona, yotoqxona hamma Любой jihozlari yasaladi. Rasmga olib tashlab beradigan bo'lsangiz, xudo xohlasa bonuslarni qilib berasiz aka. Biz obunachilarga Oybek Qosimdan esa bonuslari bor aka. Sog' bo'linglar.